Ya, oshnam shetda ekan, kartoshkalar bosib qo'yibdi. Mana shunaqa foydalanib olishim kerak-da. Arzon qilib yuborgan bo'lsa kerak-a. Bekorga bosganmanmi, ro'zada foydalanib olaman-da endi. Oshna, hozir mashina yuklab olay. Uka, yaxshi ham bosib qo'yganim qara. 2000 baland soatdan ham odamlar olyapti. Ko'rmaysanmi, ishlar ko'payib ketib qoldi. Yaxshi ham bosib qo'yganim. Ro'zada qimmatroq sotaman deb bosib qo'ygandim. 1000 so'm baland sotsam ham hozir odamlar talamon qilib olyapti. Oshna mayli, yaxshi ish qilmabsan-ku. Nomerim senda bor-a? Sani nomeri saqlayapti. O'chirib bor. Saxovat, mehr-oqibat va shukronalik ramzi bo'lgan ushbu muqaddas kunlar ichki bozorlarda narx-navoni albatta barqarorligini ta'minlashimiz har qachongidan ham muhim. Shu bois viloyat hokimlariga topshiriq, tuman hokimlari bir haftada dehqon bozorlarida, yirik savdo komplekslarida sharoit qilsin. Bozorlar arzon bo'lishi kerak. Odamlar sezish kerak.